25. pora. Qiyomatning vaqtini bilish faqat Allohga xosdir. Meyvelarning bo'g'inlaridan chiqishi, har qanday kishining homildor bo'lishi va tug'ishi Allohning ilmining sirtida emasdir. O kunda Alloh ularga mening sheriklarim qayerda deb nido qiladi. Ular sana ma'lum qilamizki, oramizda hech kishi sening sheriking bor deb guvohlik berolmaydi deydi. Ular ilgari, ya'ni dunyodagi chog'da cho'qingan ma'budlari ulardan o'zlarini chetga oladi. Ular Allohning azobidan qochadigan joy yo'q ekanligini aniq biladi. İnsan o'ziga yaxshilik tilashdan zerikmaydi. Agar uningga biror yomonlik yetib qolsa, Allohning rahmatidan to'limi umidsizlanib ketadi. Agar biz uningga kulfatdan keyin rahmatimizni tetishsak, o cho'qim bu o'zimning tirishchanligidan kelgan, qiyomatning bo'ladiganligiga ishonmayman. Mubodi qiyomat bo'lib, men Parvardigorimga qaytarilgandimi, uning dargohida cho'qim jannatga erishiman deydi. Albatta kofirlarga qilmishlarini xabar qilamiz va ularga qattiq azobni tetitimiz. İnsonga ne'mat ato qilsak, Parvardigorga shukr qilishdan yuz o'raydi. Allohning amriga bo'ysunishdan bosh tortib, haqqa ketadi. Agar uningga yomonlik yetsa, Allohga yuzlanib uzluksiz duo qiladi. Ey Muhammad, aytqinki, aytib beqinglarchi, Qur'on men aytgandek Alloh tarafidan nozil bo'lgan bo'lsa, sizlar o'ylamasdinlar uni inkor qilsanglar, holinglar qandoq bo'ladi? Haqdan yiroq ixtilofda bo'lgan kishidanmi gumroh odam bormi? Ya'ni sizlardanmi gumroh odam yo'q. Ularga biz toki ularga Qur'onning haq ekanligi aniq bo'lguncha, osmon zamin atrofidagi va o'zlaridagi qudratimizga dalolat qiladigan alomatlarni ko'rsatib turamiz. Parvardigoringning hamma narsani ko'rib turadiganligi sening rostligingning dalili bo'lishga ularga kifoya emasmi? Bilinglarki, ular haqiqatan Parvardigoriga muloqot bo'lishdan shaklanadi. Bilinglarki, Alloh hamma narsani haqiqatan to'liq bilib turg'uchidir. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohim. 42. sura Shura. Makkada nozil bo'lgan 53 oyat. Nəhayət şəfqətlik, mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Hamim, Ayn, Sin, Qaf. G'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Allah sana va sendan ilgirki payg'ambarlarga shundoq vahiy qiladi. Osmonlardagi shaylar va zimindagi shaylar Allohningdir. Allah ustundir, kattadir. Allah'ning kattaligidan osmonlar yuqori tarafidan yerilib ketishga tos qoladi. Farishtalar Parvardigorga tasbih aytadi, hamd aytadi, yer yuzidagilar mag'firat tilaydi. Bilinglarki, Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Allohni qo'yib boshqalarni ega qilganlarning amallarini Alloh ko'zitib turg'uchidir. Sen ularga homiy emassan. Makka aholisini, ya'ni uning atrofidagilarni ogohlantirishing uchun, kishilarni qiyomat kunidan ogohlantirishing uchun sana biz mushundaq arabcha Qur'onni nozil qildik. O kunda hech shak yo'qdir. O kunda bir firqa kishilar jannatda va bir firqa kishilar jahannamda bo'ladi. Agar Alloh xolisa, ularni yana butun insonlarni albatta bir ummat, yana bir dinda qiladi. Lekin Alloh xolgan odamni rahmatiga daxil qiladi. Zolimlarga hech qanday ega, hech qanday madadkor bo'lmaydi. Balki ular Allohdan boshqalarni ega qilib oldi. Faqat Alloh egidir. Alloh o'liklarni tirildiradi. Allah her narsaga qodir. Sizlar din ustida va uningdan boshqa har qanday narsalar ustida ixtilof qilishmanglar. Uningga Alloh hukm chiqaradi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, ana shu Alloh mening Parvardigorimdir. Uningga tavakkul qildim. Hamma ishda Allohga murojaat qilaman. Alloh osmonlarni va zaminni yaratquchidir. Alloh sizlarga o'z jinsinglardan juftlarni, ya'ni ayollarni yaratdi. Hayvonlarım öz tipidan juftlarni yaratdi. Bu orqali Alloh sizlarni ko'paytirdi. Hech şeyi Allohga o'xshash emasdir. Alloh hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Osmonlarning va zaminning xazinalarining ochqishlari Allohning ilkididir. Alloh xohlagan kishining rizqini sinash yuzidan keng qiladi, xohlagan kishining rizqini baloga mubtalo qilib sinash yuzidan tor qiladi. Alloh haqiqatan har narsani bilib turg'uchidir. Allah sizlarga dindan Nuhga tavsiya qilgan narsani, sana ya'ni Muhammad alayhissalomga biz vahiy qilgan narsani, Ibrohimga, Musoga
va Isoga biz tavsiya qilgan narsani bayon qildi. Sizlar dinni barpo qilinglar. Dinda tabriqchilik qilmanglar. Mushriklarga sen ularni da'vat qilgan narsa, ya'ni tavhid ig'ir keldi. Allah tavhidga qolgan odamni tanlaydi. Allahning toatiga qaytadigan odamni tavhidga boshlaydi. Yahudi, Nasar qatorliqlar ularga ilm kelgandan keyin, ya'ni ular Rasulullohning haq payg'ambarligini bilgandan keyin, ondan o'zaro hasad qilish firqalarga bo'lindi. Agar Parvardigoringning ularni jazolashni qiyomatgacha ta'xir qilishdan iborat so'zi bo'lmasa edi, ularning orasida albatta hukm chiqarilib bo'lgan bo'ladi. Ulardan keyin kitobga varislik qilganlar, ya'ni Rasululloh bilan zamondosh bo'lgan ahli kitob haqida qattiq dargumondadir. Shuning uchun, ya'ni dinda ixtilof qilishganligi uchun, ey Muhammad, barliq insonlarni to'g'ri din asosida ittifoq bo'lishga chaqirgin. Buyurilganing bo'yicha to'g'ri yo'lda ching turgin. Ular yana mushriklarning nafs xohishlariga agashmagin va aytqin: Alloh nozil qilgan barliq kitoblarga iymon etdim. Aranglarda odil bo'lishga buyurildim. Alloh bizning Parvardigorimizdir, sizlarning Parvardigoringlardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlar o'zinglar uchundir. Sizlar bilan bizning oramizda jidallashishga o'rin yo'q. Chunki haqiqat oshkoridir. Allah qiyomat kuni bizni hukm chiqarish uchun yig'adi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Kishilar Allohning dinini qabul qilgandan keyin, kishilarni iymondan to'sish uchun Allohning dinida husumat qilishganlarning dalillari Allohning dargohida botildir. Ular dunyoda g'azabga uchraydi, oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah kitob, ya'ni Qur'onni haq bilan nozil qildi va adolatni nozil qildi. Sen nima bilasan? Qiyomat yaqin bo'lishi mumkin. Qiyomatga ishonmaydiganlar uning bo'lishini oldirtdi. Uningga ishonadiganlar bo'lsa, qiyomatdan qo'rqidi, qiyomatni haq deb biladi. Bilinglarki, qiyomat to'g'riliq mujodala qiladiganlar albatta cho'nqur gumrohlikdadir. Alloh bandalariga ko'yinguchidir. U xohlagan odamga keng rizq beradi. Alloh kuchlidir, g'olibdir. Kimki o'zining amali bilan oxiratning savobini ko'zlasa, uning savobini ziyoda beramiz. Kimki amali bilan dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning tilagan manfaatining ba'zisini beramiz. Uningga oxirat savobdan hech nasibi yo'q. Ularning Alloh ruxsat qilmagan narsalarni din qilib bekitgan ma'budlar bormi? Allohning ularga beriladigan azobni qiyomatgacha ta'xir qilish to'g'risidagi hukmi bo'lmasa edi, ularning orasida albatta dunyoda hukm chiqarilgan bo'ladi. O'zlariga zulm qiluvchilar, ya'ni kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Kofirlarning qiyomat kuni dunyoda qilgan gunohlarining jazosidan qo'rqib turganligini ko'rsan. Ular mayli qo'rqsin, qo'rqmasin, jazo ularga cho'qim nozil bo'lgusidir. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar jannatlarning bog'chilarida bo'ladi. Ular Parvardigorning huzurida xohlagan narsalardan bahramand bo'ladi. Bu katta in'omdir. Allah iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan bandalarga ana shu in'om bilan xush xabar beradi. Dinni tabliğ qilganligimga sizlardan talab qilmayman. Faqat tuqqanchilik haqqi uchun meni do'st tutishinglarni, ya'ni Parvardigorimning da'vatini yetkazishimga cheqilmasliginglarni tilayman degin. Kimki biror yaxshi ish qilsa, uningga biz savobini ziyoda beramiz. Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir, oz yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. Ular ya'ni mushriklar, o ya'ni Muhammad Allohga yolg'onni to'qidi demdi. Agar Alloh xolisa, ya'ni ular gumon qilgandek Allohga yolg'onni to'qigan bo'lsang, sening qalbingni pechatlayotgan bo'ladi. Alloh botilni yo'q qiladi. Payg'ambarga nozil qilgan so'zlari orqali haqni haq qiladi. Alloh haqiqatan dillardagi sirlarni bilib turg'uvchidir. Alloh bandalardan tavbani qabul qiladi, yomon ishlarni afo qiladi, qilayotgan ishinglarni bilib turadi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning duosini Alloh ijobat qiladi. Kamoli fazildan ularga savobni ziyoda qiladi. Kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Agar Alloh bandalarining rizqini keng qilsa, ular albatta zaminda fitna fasod teriydi. Lekin Alloh xohlagan narsani o'lcham bilan tushiradi. Alloh haqiqatan bandalarining ahvolidan to'liq xabardordir. Uni ko'rib turg'uvchidir. Ular yomg'irning yig'ishidan umidlangandan keyin Alloh yomg'ir yog'dirib berdi. Rahmatini yoyidi. Alloh hammaning egisidir, madiyiga loyiqdir. Osmonlarning, zaminning yaratilishi va o ikkisida jandorlarning yeyilishi
Allah'ның құдретінің дәлелләрдәндер. Allah agar xohlasa, ularni jam'i qilishga qodirdir. Sizlarga ya'ni jininglar yoki melinglarga har qanday bir musibat yetsa, o sizlarning qilgan gunohlaringlar tufaylidan kelgan bo'ladi. Allah nurg'un gunohinglarni afo qiladi. Afo qilmaydigan bo'lsa, balo va musibatdan hech qutulmas edinglar. Ey mushriklar, sizlar zaminda Allohning azobidan qochib qutulolmaysizlar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ega va madadkor yo'q. Dengizda qatnag'uvchi tog'dek kemalar Allohning qudratining dalillaridandir. Agar Alloh xolisa, shamolni to'xtatib yutadi-da, kemalar dengizning ustida to'xtab qoladi. Buningda qattiqlikda sabr qiluvchi, kengchilikda shukr qiluvchi har mu'min uchun nurg'un ibratlar bor. Yoki Alloh xolisa, ichidagi kishilarning qilgan gunohlari tufaylidan kemalarni bo'ron bilan halok qiladi. Allah nurg'un kishilarning gunohlarini afo qiladi. Bizning oyatlarimiz haqida datalash qiladiganlar o'zlariga Allohning azobidan qochib qutuladigan joy yo'q ekanligini biladi. Dunyoning ne'matlaridan sizlarga berilgan har qanday narsa dunyo tirikchiligida foydalanadigan narsalardir. Iymon etgan, Parvardigorga tavakkul qiladigan kishilarga gunohi kabirlardan, qabih ishlardan saqlanguvchilarga, darg'azab bo'lganlarida kechiralaydiganlarga, Parvardigorning da'vatiga ovoz qo'sha oladiganlarga, namozni ta'dil arkam bilan o'taydiganlarga, ishlarni maslahat bilan qaror qiladiganlarga, biz rizq qilib bergan narsalardan sadiqa qiladiganlarga, uchirgan zulmga qarshi tura oladiganlarga Allohning huzuridagi savob texmi yaxshidir, texmi boqiydir. Bir yomonlikning jazosi shuningga o'xshash bir yomonlikdir. Kimki intiqom olishga qodir turg'uliq afo qilsa va o'zi bilan yomonlik qiluvchining orasini tuzisa, uning ajrini Alloh beradi. Allah haqiqatan zulm qiluvchilarni do'st tutmaydi. Zulmga uchirg'uvchi odam intiqomini olsa, uni ayblashga bo'lmaydi. Ayblanganlar faqat kishilarga zulm qiladigan, zaminda nohaq ravishda fitna fasod teradigan odamlardir. Ana shular qattiq azobga duchor bo'ladi. Kimki aziyatga sabr qilsa, Allohning roziligi uchun intiqom olmasa, bu albatta marg'ub ishlardandir. Allah gumroh qilgan odamga shuningdan keyin hech egi yo'qdir. Zolimlar azobni ko'rgan chaqda ularning dunyoga qaytishga yo'l bormidi deganligini ko'rsan. Ularning qo'qqan, qorlangan holda, do'zaxga ko'zining quyruqi bilan qargan holda do'zaxga to'g'rilanganligini ko'rsan. Mu'minlar shubhisizki ziyon tortquchilar qiyomat kuni o'zlariga va oilasidagilarga ziyon solg'uvchilardir deydi. Bilinglarki, zolimlar haqiqatan doimlik azobdadir. Ularga Allohdan boshqa yordam beradigan do'stlar bo'lmaydi. Alloh kimni gumroh qilsa, uni dunyoda haqqa, oxiratda jannatga erishtirguchi hech yo'l bo'lmaydi. Alloh tarafidan kelgan qarshi turg'ili bo'lmaydigan bir kun kelishdan burun Parvardigoringlarning da'vatini qabul qilinglar. Bu kunda sizlarga qochadigan joy topilmay qoladi. Qilmishinglar nomi a'malinglarga yezig'liq bo'lganligi, a'zoyinglar uningga guvoh bo'lganligi uchun sizlar uni inkor qilolmaysizlar. Agar ular yana mushriklar iymondan yuz o'rsa, biz seni ularga ko'zatchi qilib avatganimiz yo'q. Sening vazifang faqat tabliq qilishdir. Agar insonga bizning rahmatimizni tetishsak, xush bo'lib ketadi. Ularning qilgan gunohlari tufaylidan beshiga bir hadis kelsa, inson to'limi kufrani ne'mat qilguvchidir. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah nemini xohlasa shuni yaratadi. Xohlagan odamga qiz farzand ato qiladi, xohlagan odamga o'g'il farzand ato qiladi. Yoki ularga o'g'il, qizni aralash beradi. Xohlagan odamni tug'mas qiladi. Allah haqiqatan hammani bilguvchidir, hammaga qodirdir. Allah har qanday odamga faqat vahiy orqali yoki parda orqasidilla yoki bir payg'ambarni avatib o'z izni bilan uningga xohlagan vahiyni qilish orqaliqla so'z qilgan. Allah haqiqatan maxluqlarning sifatlaridan ustundir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Shuningdek yana boshqa payg'ambarlarga vahiy qilgandek, amrimiz bo'yicha sana Qur'onni vahiy qildik. Sen vahiydan ilgari Qur'onning va iymonning nima ekanligini o'qimayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan bandalarimizdan qolgan kishilarni hidoyat qilamiz. Shak shubhisizki, sen to'g'ri yo'lga boshlaysan. O osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi o'ziga xos bo'lgan Allohning yo'lidir. Bilinglarki, hamma ish Allohga qaytadi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 43. Sura Zuhruf Mekkede nazil bo'lgan 89 oyat. Nahayt shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Hamim. Ro'shan kitob bilan qasamki, sizlarni uning ma'nosini tushunsin deb biz uni haqiqatan arabcha Qur'on qildik. Haqiqatan u Lavhul Mahfuzda bizning dargoyimizda muqimlashgan yuqori martabali hikmatli kitobdir. Sizlar gumrohlikda haddidan oshgan qavm bo'lganliginglar uchun sizlarga ba'zi nasihat qilishni, ya'ni Qur'onni nozil qilishni ta'rif qilamdik. Ilgirki ummatlarga nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularga qandoq bir payg'ambar kelsin, ular uni qavming seni masxir qilgandek masxir qildi. Ular yana Makka kofirlardan kuch-quvvatda ustun bo'lganlarni halok qildik. İlgirkilarning qissalari Qur'onda o'tdi. Agar sen ulardan osmonlar va zaminni kim yaratdi deb so'rasang, ular albatta osmonlarni va zaminni g'olib, hammani bilguvchi Alloh yaratdi deydi. Alloh sizlar uchun zaminni qarorgoh qildi. Safarda ko'zlagan yeringlarga berib olishinglar uchun sizlarga zaminda nurg'un yo'llarni yaratdi. Alloh bulutdan sizlarga ziyo yetkazmay, foyda yetkazadigan o'lchamda yomg'ir yog'dirdi. Onun bilan biz giya unmas qaqas o'lik zaminni tirildirdik. Sizlar mushundaq yana o'lik yerdan o'simlik chiqarilgandek qabranglardan chiqarilsizlar. Allah mahluqotlarning butun turlarini yaratdi. Sizlarga ustiga chiqishinglar uchun kema va minishinglar uchun hayvon qatorliqlarni yaratdi. Ondan sizlar ularning ustiga chiqqanlaringlarda Parvardigoringlarning ne'matini aslab, bizga buni bo'ysundirib bergan zot paktur, biz uningga minishga qodir emas edik. Biz haqiqatan Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz degaysizlar. Ular farishtalarni Allohning qizlari deyish bilan Allohning bir qism bandalarini Allohning bir parchasi hisobladi. Bundaq deguchi inson haqiqatan Allohga oshkora noshukrlik qilguchidir. Alloh maxluqotdan o'zi uchun qizlarni bola tutib, sizlarni o'g'illarga xos qildimi? Agar ularning biriga o'zlari marhamatlik Allohga mansub qilib olgan narsa, ya'ni qiz bola bilan bishorat berilsa, qayg'uga cho'mgan holda yuzi qordab ketadi. Ular Allohga zibu zinnat ichida cho'ng bo'ladigan, munozirada maqsadini ochiq bayon qilolmaydigan qizlarni mansub qilamdi. Ular marhamatlik Allohning bandalari bo'lgan farishtalarga qiz deb e'tiqod qiladi. Alloh farishtalarni yaratganda ular ustida bormidi? Ya'ni ular farishtalarning qiz ekanligini qayerdan biladi? Ularning guvohligi, ularning nomi amaliga yoziladi. Qiyomat kuni ular so'roqqa tortiladi. Ular marhamatlik Allah xolisa, biz ularga ya'ni farishtalarga cho'qinmaydik dedi. Bu to'g'riliq ularning bilimi, ya'ni asosi yo'q. Ular faqat jo'ylaydi. Ularga biz Qur'ondan ilgari qandaqdir bir kitob bergan bo'lib, ular shu kitobga mahkam islomda, undaq emas. Ular haqiqatan ota-bovlarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Biz ularning izidan menga hidoyat topquchidirmiz deydi. Shuningdek sendan ilgari har qachon bir shaharga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avatsakla, uning davlatman odamlari biz haqiqatan ota-bovlarimizning bir xil diniga e'tiqod qilganligini bilamiz. Shak shubhisizki biz ularning izlaridan mangimiz deyishdi. Har payg'ambar o'z qavmiga ota-bovanglar e'tiqod qilib kelgan dinga qaraganda eng to'g'ri bir dinni keltirsam, yanala ota-bovanglarga ergashamsizlar dedi. Ular sizlar ep kelgan diniga ishonmaymiz deyishdi. Biz ularni jazoladik. To'g'ri yo'lni inkor qiluvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaragin. O'z vaqtida İbrahim otasiga va qavmiga aytdi. Sizlar cho'qinayotgan butlardan men rostilla ado judaman. Faqat meni yaratgan Alloh meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. İbrahim kalma tavhidni avlodidan sherik keltirganlar iymonga qaytsin deb avlodi ichida qoldirib ketdi. Balki men bular, ya'ni Makka aholisini va bularning ota-bovlarini uzun umr va ne'matdan bahramand qildi. Toki ularga haq, ya'ni Qur'on va ro'shan payg'ambar Muhammad alayhisalom kelgicha. Ularga haq, ya'ni Qur'on kelganda, ular bu sehrdir, biz haqiqatan uni inkor qiluvchimiz deyishdi. Ular bu Qur'on nimishqa ikki shahar, ya'ni Makka bilan Toyib odamlardan bir katta odamga nozil qilinmadi deyishdi. Parvardigoringning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Biz ularning hayoti dunyodagi rizqini ularning orasida taqsim qildik. Ularning ba'zisini haq berib ish qilsin deb, ularning ba'zisining darajasini ba'zisidan ustun qildik. Parvardigoringning rahmati
ularning to'plagan narsalari, ya'ni pul mollardan yaxshidir. İnsanlar kuffarlarning bayashat turmushini ko'rib, kufrga qiziqib ularga qo'shilib, hammasi kufrda bir ummat bo'lib qolmaydigan bo'lsa edi, marhamatlik Allohni inkor qilgan kishilarning uylarining o'gizlarini va uningga chiqadigan shotlarini ko'mishdan qilib beratdik. Ularning uylarining ishlarini va taxtlarini ko'mishdan qilib beratdik. Ular taxtlarga yo'linib o'ltiradi. Yuqorqilarning ba'zisini oltindan qilib beratdik. Ularning hammasi faqat dunyo tirikchiligida foydalanadigan narsalardir. Parvardigoringning huzuridagi oxirat, ya'ni jannat va uningdagi noz va ne'matlar taqvodorlarga xosdir. Kimki mehribon Allohni yod etishdan, ya'ni Qur'ondan yuz o'raydi ekan, biz uningga shaytonni hukmron qilamiz, shayton uni vasvas qiladi. Shayton uningga hamisha hamroh bo'ladi. Shak shubhisizki, shaytonlar ularni yana ozg'un kuffarlarni to'g'ri yo'ldan to'sadi. Ular bo'lsa o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Kafir odam hamroyi bilan qiyomat kuni dargoyimizga kelgan chaqda hamroyiga "Kashki sen bilan mening oramda sharq bilan g'arbning orasidagi orliq bo'lsa ekan, sen nima degan yomon hamroh, chunki sen mening baxtsizligimga sababchi bo'lding" deydi. Ularga dunyodagi chaqda zulm qilganliginglar, ya'ni sherik keltirganinglar uchun bugun sizlarning azobda o'rtoq bo'lganliginglar sizlarga foyda bermaydi deyiladi. Ey Muhammad, sen gazlarga anglata olamsan, yo ko'rlarni to'g'ri yo'lga sola olamsan? Ya'ni kuffarlar gazlarga, ko'rlarga o'xshash oshkor gumrohlikda bo'lgan kishini hidoyat qila olamsan? Ularni jazolashdan ilgari seni epketsak, ya'ni vafot qildirsak, vafotingdan keyin ularni cho'qim jazolaymiz. Yoki biz sana hayotingda ularga va'da qilgan azobni ko'rsatamiz. Biz shubhisizki, ularga azob qilishga qodirmiz. Ey Muhammad, sana vahiy qilingan Qur'onga ching esilg'in. Sen haqiqatan to'g'ri yo'ldadursan. Qur'on sana va sening qavmingga albatta ulug' sharafdir. Sizlar kelgusida bu ne'mat ustida so'rilsizlar. Sendan burun biz avatgan payg'ambarlarimizdan so'rab boqqinki, mehribon Allohdan boshqa ibodat qiladigan ilohlarni belgiladikmi? Payg'ambarlarning ichida Allohdan g'ayriga ibodat qilishga da'vat qilgani bormi? Biz haqiqatan Musoni Fir'avnga va uning tavallariga uning rost payg'ambar ekanligini isbotlaydigan shonliq mo'jizalar bilan avatdik. Musa Fir'avnga "Men haqiqatan jami olamlarning Parvardigorining seni va qavmingni bir Allohga ibodat qilishga da'vat qilish uchun avatlagan elchiman" dedi. Musa ularga bizning mo'jizalarimizni epkaganda, ular nagahon mo'jizalarni masxar qilib ko'ldi. Ularga bir-biridan katta mo'jizalarni ko'rsatdik. Ularni kufrdan qaytsin deb turli azoblar bilan jazoladik. Ular azobni ko'rganda, "Ey sehrgar, Parvardigoringga uning sana bergan duoyingni ijobat qilishdan iborat ahdi bo'yicha biz uchun duo qilsang, agar u duoying bilan bizdan azobni ko'tarsa, biz cho'qim iymon etamiz" dedi. Musaning duosi bilan ulardan azobni ko'tarayotganimizda, nagahon ular ahdini buzib, kufrda ching turdi. Fir'avn o'z qavmi ichida faxrlangan holda nido qilib aytdi: "Ey qavmim, Misrning podshohligi, ostimdan eqib turgan bu daryolar mening emasmi? Mening bu buyukligimni ko'rmamsizlar? Balki men ochiq gap qilolmaydigan bu arzimas odamdan, ya'ni Musa alayhissalomdan yaxshiman. Nima uchun uningga osmondan oltin bileziklar tashlanmadi yoki nimishqa uning rostligiga guvohlik berish uchun uning bilan birga farishtalar hamroh bo'lib kelmadi?" Fir'avn qavmini go'llaganlikdan qavmi uningga itoat qildi. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. Ular bizni darg'azab qilganda, ularni biz eng qattiq jazolar bilan jazoladik. Ularning hammasini dengizda g'arq qildik. Ularni biz kuffarlarning azobga tegishli bo'lishida keyingilarga namuna va ibrat qildik. Qur'onda Maryamning o'g'li, ya'ni Isa alayhissalom misol keltirilsa, nagahon sening qavming xushallikdan so'ran silishib ketadi. Ular bizning ilohlarimiz yaxshimi yoki Isomi dedi. Ular bu misolni faqat husumat qilish uchun keltirdi. Balki ular jidalxo'r qavmdir. O ya'ni Isa Nasarlar gumon qilgandek iloh yoki ilohning o'g'li emas. Faqat payg'ambarlik ne'matiga erishgan bir bandadir. Uni biz Isroil avlodiga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir dalil qildik. Agar biz xohlasak, albatta sizlarga zaminda o'rinbosar bo'ladigan farishtalarni vujudga keltirdik. O ya'ni Isa albatta qiyomatning alomatidir. Onunga, ya'ni qiyomatga shak keltirmanglar. Ey Muhammad,
ularga aytqinki, "Manga egishinglar, bu mening da'vat qilganim to'g'ri yo'ldir." Sizlarni shayton to'g'ri yo'lda mengishdan to'smasin. Ya'ni shaytonning vasvasiga aldanmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. İsa ro'shan mo'jizlar bilan kelib etdi. Sizlarga men hikmat ib keldim. Sizlarga ixtilof qilayotgan narsanglarning, ya'ni diniy ishlarning ba'zisini bayon qilib beraman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Allah haqiqatan mening Parvardigorimdir va sizlarning Parvardigoringlardir. Onunga ibodat qilinglar, bu to'g'ri yo'ldir. Nasarlarning firqalari İsa to'g'risida o'zaro ixtilof qilishdi. Zolimlarga qattiq kun, ya'ni qiyomat kunining azobidan voy. Ular faqat qiyomatning o'zlari tuymagan holda ushtum-tut kelishini kutadi. Bu kunda do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi. Faqat Alloh uchun do'stlashgan taqvodorlar undaq emasdir. Ularga bandalarim, bugun sizlarga qo'rqinch yo'q, sizlar g'am andish qilmaysizlar deyiladi. Ular bizning oyatlarimizga iymon etgan va musulmon bo'lganlar edi. Ularga sizlar ayollaringlar bilan birga xushal quram holda jannatga kiringlar deyiladi. Ularga oltin leganlarda taom, oltin jamlarda sharob tutiladi. Jannatda ko'ngillar tatadigan, ko'zlar lazzatlanadigan narsalar bor. Sizlar jannatda mangu qolasizlar. Sizlar dunyoda qilgan yaxshi amallaringlar bilan varis bo'lgan jannat ana shudir. Jannatda nurg'un turlik mevalar bor. Uningdan yeysizlar. Gunohkorlar, ya'ni kuffarlar haqiqatan do'zax azobida mangu qolg'uvchilardir. Ulardan azob birdanmi yengiltilmaydi. Ular do'zaxda har qanday yaxshilikdan umidsizlardir. Ularga biz zulm qilmadik, va lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ular yana kuffarlar do'zaxga muakkil farishtaga, "Ey Malik, Parvardigoring bizga o'lim hukm qilsin" deb davlaydi. Malik, "Sizlar azobda cho'qim qolasizlar" deydi. Biz sizlarga haqiqatan haq dinni keltirdik, va lekin sizlarning ko'pchiliginglar haq dinni yomon ko'rguvchisizlar. Ular Muhammad alayhissalomga suiqasd qilishda bir ishni qaror qilgan bo'lsa, biz Muhammad alayhissalomga yordam berishda bir ishni qaror qilamiz. Ular gumon qilamdiki, biz ularning sirlarini va fikrlashganliklarini anglamaymiz. Hargiz undaq emas, uni anglab turamiz. Bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalarimiz ularning oldida ularning amallarini yezib turadi. Agar mehribon Allohning balasi bo'ladigan bo'lsa, men u balaga ibodat qiluvchilarning avvali bo'lardim degan. Osmonlarning va zaminning Parvardigori, arishning Parvardigori ularning so'zlaridan pokdir. Ularni, ya'ni Makka kuffarlarini gumrohliklarda va nodonliklarda qo'yib bergan. Ular va'da qilingan kuniga muloqot bo'lganga qadar botillarga cho'msin va dunyosi bilan o'ynasin. Alloh osmondami ilohdir, zamindami ilohdir. Alloh hikmat bilan ish qiluvchidir, hammani bilguvchidir. Osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligi ilkida bo'lgan zot kattadir. Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi ilm haqiqatan yolg'iz Allohning dargohidadir. Sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ularning Allohni qo'yib cho'qingan narsalari shafaat qilolmaydi. Faqat haq bilan guvohlik bergan, ya'ni la ilaha illalloh degan tili bilan aytganni dili bilan haqiqiy bilganlar buningdan mustasno. Agar sen ulardan bularni kim xalq etganliklarini so'rasang, ular cho'qim Alloh deydi. Ular qandoqmi Allohga ibodat qilishdan butlarga ibodat qilishga burilib ketadi? Alloh taolo Muhammad alayhissalomning "Ey Parvardigorim, bular haqiqatan iymon etmaydigan qavmdir" degan so'zini biladi. Sen ulardan yuz o'rgin. Salom degin, ya'ni ularga badduo qilmagin, dinga da'vat qilmagin. Ular kelgusida kufrning oqibatini biladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. 44-sura Duxan. Makkada nozil bo'lgan 59 oyat. Nayt shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Hamim. Ro'shan Qur'on bilan qasam qilaman. Biz Qur'onni haqiqatan muborak kechida, ya'ni Shab-i Qadrda nozil qildik. Biz haqiqatan insonlarni Qur'on bilan ogohlantiruvchi bo'ldik. U kechida har bir hikmatlik, ya'ni hikmatning taqozosi bo'yicha qilingan ish, ya'ni bandalarning rizqi, ajli va boshqa ahvoli ayriladi. Shu kecha qadr qilingan ishlarning hammasi bizning dargohimizdan bo'lgan ishdir.
Biz haqiqatan insonlarga payg'ambarlarni avatguchi bo'ldik. Shu Parvardigoringning rahmatidandir. O haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ahvolini bilib turg'uchidir. Agar sizlar haqiqiy ishonguchi bo'lsanglar, o osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning Parvardigoridir. Onundan boshqa hech iloh yo'qdir. O o'likni tirildiradi, tirikning jinini olalaydi. O sizlarning Parvardigoringlardir, ilgirki ota-bobonglarning Parvardigoridir. Undaq emas, ya'ni ular haqiqiy ishonguchi emas. Balki ular qiyomatdan shakti bo'lib, haqni istihzo qilib o'ynaydi. Ey Muhammad, sen osmon hamma odam ochiq ko'radigan tutunni keltiradigan kunda ularga bo'ladigan azobni kutgin. O tutun kishilarni o'rib oladi. Bu qattiq azobdir. Ular Parvardigorimiz bizdan azobni ko'tarayotgan, biz haqiqatan iymon keltirguchilarmiz deydi. Azob ko'tarilib ketganda ular qandoqmi ibrat olsin, halbuki ularga ro'shan payg'ambar keldi. Shundaq turg'liq ular iymon etmadi. Ondan ular uningdan yuz o'rdi va u o'gitilgan, ya'ni Qur'onni kishilardan o'rgangandir, majnundir dedi. Biz haqiqatan azobni sizlardan ozgina vaqt ko'tarib o'tamiz. Ondan sizlar haqiqatan ilgirki kofirlik holatinglarga qaytib olasizlar. Ularni qattiq tutgan kunimizda cho'qim jazolaymiz. Ulardan ilgari biz haqiqatan Fir'avnning qavmini sinadik. Ularga esil bir payg'ambar keldi. Musa ularga aytdi: "Bana Allohning bandalarini, ya'ni Bani Isroilni topshirib beringlar. Men sizlarga haqiqatan ishonchli payg'ambar. Allohga takabburlik qilmanglar. Men sizlarga haqiqatan ro'shan mo'jiz bilan keldim. Men haqiqatan mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlarga sig'inib, sizlarning meni o'ltirishinglardan panoh tilayman. Agar menga iymon keltirmasanglar, meni o'z holimga qo'yib etinglar." Musa Parvardigoriga bular gunohkor qavmdir deb duo qildi. Allah aytdi: "Mening bandalarimni kechida elib chiqib ketgan, sizlar haqiqatan qo'g'linisizlar. Dengizni teptinch, ya'ni sen o'tib bo'lgandan keyin quruq holati bo'yicha qo'yg'in. Ular haqiqatan g'arq qiling'uchi qo'shindir. Ular g'arq bo'lib nurg'un bog'larni, buloqlarni, ziroatlarni, chiroyli joylarni qoldirdi. Ular bahramand bo'layotgan ne'matlarni qoldirdi. Shunda qilib, ularni boshqalarga, ya'ni Bani Isroilga meros qilib berdik. Ularga osmonmi, zaminmi yig'ilmadi. Ularga muhlatmi berilmadi. Shak shubhisizki, biz Isroil avlodini xarqug'uchi azobdan, Fir'avn azobidan qutqizdik. Fir'avn haqiqatan mutakabbir edi, haddidan oshquvchilardan edi. Ularni bilib turib, o'z zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildik. Ularga, ya'ni tafakkur qilguvchilarga ro'shan sinoq va nurg'un mo'jizlarni ato qildik. Bular yana Quraysh kuffarlari cho'qim aytidi: "Faqat bir liqitim o'limiz, qayta tirilmaymiz." Agar oxirat bor degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, bizning ota-bobolarimizni tirildirib akilib beqinglar. Ular yana mushriklar kuchlikmi yoki tövbe qavmimi? Ulardan ilgari o'tgan nurg'un qavmlarni halok qildik. Chunki ular gunohkor edi. Osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni o'ynab, yana bekorga yaratganimiz yo'q. Ularni biz faqat haq yaratdik, va lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Batil bilan haqni ayiradigan kun, ya'ni qiyomat kuni insonlarning hammasining hisobi uchun tayinlangan vaqtdir. U kunda do'stga hech narsaga asqatmaydi. Ular yordamga erishamaydi. Faqat Alloh rahmat qilgan kishi buningdan mustasno. Allah haqiqatan g'olibdir, nihoyat mehribondir. Zaqum darxi haqiqatan gunohkorlarning tamoqidir. U eritilgan mistak qiziqdir. U qo'saqlarda qaynoq suvdek qaynaydi. Do'zaxga muakkal farishtalarga uni tutib so'rab do'zaxning o'ttirisiga ep beringlar, ondan uning beshiga qaynoq suv quyib azoblanglar deyiladi. Oningga qarlash va masxir qilish yuzsidan bu azobni tetig'in, sen haqiqatan izzatlik ulug' zot eding. Bu azob haqiqatan hayot vaqtinglarda sizlar shaklangan narsalardir deyiladi. Taqvodorlar haqiqatan bexatar joyda bo'ladi. Bog'larda, buloqlarning orasida bo'ladi. Ular qilin, yupqa yipak kiyimlarni kiyib, bir-biriga qarab o'ltirishadi. Ularni turli hurmatlar bilan mushundaq ikrom qildik. Shahlo ko'zli ko'rlarni ularga jup qilamiz.
Ular jannatda mayda eg'irlashish va kasalliklardan amin bo'lgan holda xizmatchilardan hamma mevalarni keltirishni talab qiladi. Ular ilgirki, ya'ni dunyodagi o'limdan boshqa jannatda hech qanday o'limni tetamaydi. Allah ularni do'zax azobidan saqlaydi. Bu Parvardigoringning marhamatidandir. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. Ularning vaz-nasiyat elishi uchun Qur'onni sening tiling bilan osonlashtirib berdik. Ey Muhammad, ularga tushadigan azobni kutgin. Shubhisizki, ular sening halok bo'lishingni kutguvchidir. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahim. 45-sura Jasiya. Makkada nozil bo'lgan 37 oyat. Nihoyat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Hamim. Bu kitob g'olib, hikmat bilan ish qiluvchi Alloh tarafidan nozil qilingandir. Osmonlarda va zaminda mu'minlar uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan haqiqatan nurg'un dalillar bor. Sizlarning yaratilishinglarda va Alloh zaminda tarqitib o'tgan jonivorlarda Allohning qudratiga jazman ishindigan qavm uchun nurg'un dalillar bor. Kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida, Allohning bulutdan yomg'ir yog'dirib, uning bilan o'lgan zaminni tirildirishida va shamollarning yo'linishini o'zgartib turishida tushundigan qavm uchun Allohning birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ana shular Allohning oyatlaridir. Ey Muhammad, uni sana haqliq bilan tilovat qilib beramiz. Ular yana Makka kuffarlari Allohni va uning oyatlarini qo'yib qaysi so'zga ishonadi? Har bir gunohkor yolg'onchiga voy. U Allohning oyatlarining o'ziga o'qib berilayotganligini anglab turadi. Ondan takabburlik qilgan holda go'yo uni anglamagandek kufrda ching turadi. Gumrohlikda texmi azvalaydi. Onunğa qattiq azob bilan xush xabar bergin. O bizning oyatlarimizdan biror narsani bilgan chaqda, ya'ni onunğa Qur'on oyatlari yetgan chaqda, uni masxir qiladigan narsa qilib oladi. Ani shular xarqig'uvchi azobga duchor bo'ladi. Ularni oldida jahannam kutib turadi. Ularning erishgan narsalari va Allohni qo'yib do'st tutgan narsalari, ya'ni butlari ularga hech narsaga asqatmaydi. Ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Bu Qur'on onunğa ishongan va onunğa ergashgan kishiga komil hidoyatdir. Parvardigorning oyatlarini inkor qilganlar eng qattiq azobga duchor bo'ladi. Allohning amri bilan dengizda kemalarning yurishi uchun, sizlarning Allohning fazilidan talab qilishinglar uchun va Allohga shukr qilishinglar uchun Alloh sizlarga dengizni bo'ysundirib berdi. Alloh osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasini kamoli fazildan sizlarga bo'ysundirib berdi. Buningda haqiqatan qudrati ilohiyatni tafakkur qiladigan qavm uchun Allohning qudrati va birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Mu'minlarga aytqinki, Alloh har qavmning qilmishlariga yarasha jazo beradiganligi uchun ular Allohning kunlarini umid qilmaydiganlarni, ya'ni Allohning azobidan qo'rqmaydigan kuffarlarning yetkazgan arziyatlarini kechirsin. Kimki dunyoda yaxshi ish qilsa, o o'zining foydasi uchun qiladi. Kimki yomon ish qilsa, o o'zining ziyni uchun qiladi. Ondan keyin Parvardigoringlarning dargohiga qaytarilsizlar. Alloh yaxshilikqa mukofot, yomonlikqa jazo beradi. Shak shubhisizki, biz Isroil avlodiga kitobni, ya'ni Tavratni, hikmatni va payg'ambarlikni ato qildik. Ularga pok narsalarni rizq qilib berdik. Ularni zamonidagi jahon ahlidan ustun qildik. Ularga din ishida ro'shan dalillarni berdik. Faqat ularga ilm, ya'ni dinning rostligiga qat'iy dalillar kelgandan keyinlar, ondan ular o'zaro hasad qilishib ixtilof qilishdi. Parvardigoring haqiqatan qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan ishlar ustida hukm chiqaradi. Ondan seni biz, ey Muhammad, din ishida ro'shan bir yo'lda qildik. Shu yo'lga ergashgin, bilmaydiganlarning nafs xohishlariga ergashmagin. Shubhisizki, ularning gumrohligiga moslashadigan bo'lsang, ular sendan Allohning azobidan hech narsani dafi qilolmaydi. Shubhisizki, dunyoda zolimlarning ba'zisiga do'stdir. Alloh taqvodorlarning do'stidir. Bu Qur'on insonlar uchun ro'shan paketlardir, hidoyatdir. O'lgandan keyin tirilishga jazman ishongan qavm uchun rahmatdir. Yomon ishlarni qilganlar, ya'ni gunohkor kuffarlar, o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilmishlarini
hayotlikda, mamatlikda ular bilan o'xshash qilishimizni o'ylamda, ya'ni ularni o'xshash qilishimiz mumkin emas. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon? Alloh osmonlarni va zaminni haqlik bilan yaratdi. Har insonning qilmishiga yarasha jazo yoki mukofot beriladi. Ularga zulm qilinmaydi. Ey Muhammad, menga nafs xohishini iloh qilib olgan, Alloh ozdirgan, haqni bilib turgan, Alloh quliqini va qalbini pechatlab etgan va ko'zini pardalagan odamni aytib bergin. Alloh ozdirgandan keyin uni kim hidoyat qila oladi? Sizlar ulardan vaz nasihat olmamsizlar? Ular yana qiyomatni inkor qiluvchilar. Hayot degan faqat dunyodagi hayotimizdir. O'limiz va tirilimiz faqat zamonning o'tishi bilan yo'q bo'lamiz deydi. Ular bu xususda hech qanday ma'lumotga ega emas. Ular faqat gumon bilan so'zlaydi. Ularga bizning oyatlarimiz ochiq o'qib berilsa, ularning pakiti faqat agar rostchil bo'lsanglar, ota-bobolarimizni keltirib beqinglar, ya'ni tirildiringlar deyishdan iborat bo'ldi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Allah sizlarni tirildiradi, ondan ajilinglar bitganda vafot qildiralaydi. Ondan shak shubhasiz qiyomat kunida sizlarni yig'adi. Lekin kishilarning to'lisi Allohning qudratini bilmay, qayta tirilishni inkor qildi. Osmonlar bilan zaminning podshohligi Allohga xosdir. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda kofirlar ziyon tortadi. Har ummatni qo'rqinchning qattiqligidan tizlangan holda ko'rsam, har ummat o'zining nomi amaliga chaqiriladi. Ularga bugun qilmishinglarga yarasha mukofotga erishsizlar yoki jazoga uchraysizlar deyiladi. Bu bizning kitobimiz, ya'ni nomi amal sizlarga haq bilan so'zlaydi. Biz qilmishinglarni yozdirib turgan edik. Iymon etgan va yaxshi ishlarni qilganlarga kelsak, Parvardigori ularni o'zining rahmati doirasiga kirgizadi. Bu ro'shan murodga yetishdir. Kofirlarga kelsak, ularni ayiblash yuzsidan ularga mening oyatlarim sizlarga o'qib berilmadimi? Sizlar cho'ngchilik qilib uningga iymon etishdan bosh tortdinglar. Sizlar gunohga cho'mgan qavm edinglar deyiladi. Sizlarga Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Qiyomatda, ya'ni qiyomatning bo'lishida hech shak yo'q deyilsa, sizlar haddidan ziyoda sarkashliginglardan qiyomatning nima ekanligini bilmaymiz, faqat uni bo'lishi mumkin deb gumon qilamiz, uningga biz haqiqiy ishonmaymiz dedinglar. Oxiratda ularning qilgan yomon ishlari oshkor bo'ladi. Ular dunyodagi chog'larida masxir qilgan azob ularni o'rib oladi. Sizlarning mushu kundagi muloqotni unutganliginglarga o'xshash, bugun sizlarni unutdimiz. Sizlarning joyinglar do'zax bo'ladi. Sizlarni azobdan qutqizadigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Bu shuning uchunki sizlar Allohning oyatlarini masxir qiladigan narsa qilib oldinglar va sizlarni dunyo tirikchiligi oldi. Bugun ular do'zaxdan chiqarilmaydi. Ulardan tavba qilish va ibodat qilish bilan Allohni rozi qilish talab qilinmaydi. Jami hamd sana osmonlarning parvardigori, zaminning parvardigori va olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Osmonlardagi va zamindagi ulug'liq Allohga xosdir. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir.